Xullas akalar, bitta narsaga tushuna olmayapman-da. Masalan, mana prezident Tramp hozirgi prezidentligiga aynan muhojirlarga bo'lgan qarshi siyosati uchun keldi va prezident bo'lgandan keyin mana millionlab noqonuniy yoki hujjatsiz muhojirlar bo'lsa Amerikada ancha tezlashtirilgan holatda, afsuski qonunlarga bo'ysunmagan bo'lsa ham, ularni deportatsiya jarayonini boshladi. Meksika bilan chegarani deyarli taqataq yopdi. Hamma aytib yuribdi, yopilgan chegara hech kim o'ta olmaydi deb. Lekin kuni kecha shu o'zini buyrug'i bilan, Trampning o'zini buyrug'i bilan alohida Delta Special Forces spetsnaz alohida charter reys bilan borib Venezueladan bitta muhojirlar olib kelishdi. Nyu-Yorkka olib kelib joylashtirishgan. Suv, non, kiyim-kechak berishgan. Endi shu yerda sud qilisharmiz. Sud qilib, keyin shu yerda qamab qo'yadimi shunda yoki qaytarib deport qilarmikan? Chunki unda viza yo'q, hujjatlari yo'q. Amerikaga hech qanaqa hujjatsiz kirib keldi. Bunda olib qaraganda u ham noqonuniy yoki hujjatsiz muhojirda, immigrant. Xullas, gaplar bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Deport qilarmikin? Qamab qo'yarmikin?